Salom do'stlar, bugun Soliha Minecraft bo'lyapti. Hozir tashqariga chiqib. Salom hammaga do'stlar. Bugun Solihaning kanalida biz Minecraft o'ynaymiz. Bugungi o'ynashimizdan maqsad mana bularni polini yog'ochdan qilib chiroyli uy yasaymiz. Birinchi yog'ochlar kerak bo'ladi bizga. Hozir topib borib yog'och olib kelamiz. Birinchi narsalarni bu yoqqa olib o'tib olaylik. Undan keyin hozircha bular chunki kerak emas. Hozir bitta bolta bilan buni olib buni yoqib qo'yaveraylik. Keyin qilich olsak bo'ldi. Chunki hozir tashqarida moblar paydo bo'lishi mumkin. Mana endi hozir perexod qilib turamiz. Chunki hozir tezroq yig'ib olishimiz kerak. Mana yog'ochlarni ham terib bo'ldik. Mana 19 ta bo'ldi. Yetib qoladi chunki polimiz kichkina ham ixcham bo'ladi. Unda qani go. Mana endi yog'ochlarimizni maydalab olamiz. Mana bir stakdan oshdi, уже bemalol yetib ham ortadi. Bizda yo'q ekan. Bunaqa kerak bo'ldi. Mana уже yerlarni kovlaymizda. Undan keyin yog'ochlarni qo'yib chiqamiz. Hammada yog'och bo'lsa zax bo'lmaydi deymiz. Biz tashimiz hozir. Mana endi hamma yoqni qilib oldik. Endi hozir yog'ochlar qo'yib chiqamiz. Tezroq qilamiz. Buni perexod qilib turaman chunki hozir bunga ko'proq vaqtimiz ketishi mumkin. Mana ko'rishlaring mumkin. Hamma joyini chiroyli qilib oldik. Kechqurun ham tushib qoldi. Biz charchadik. Endi uxlab turamiz. Keyingi videolarimizda biz temirli arusha qurollar yasa olamiz. Endi uxlashga go. Mana keyingi kun ham boshlandi. Endi keyingi videoyimizda biz nima qilishimizni aytsam, qurollar yasaymiz. Keyin men ularni o'ynaymiz Soliha bilan. Keyin maza qilib juda ham zo'r video chiqadi degan umiddaman. Tashqarida ham zombilar ko'payib qoldi. Xayr do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha xayr.